Matematika ma'lumotnoma birinchi qism, matematika 5-6 va algebra 7-11 sinf mavzularini o'z ichiga oladi. Ma'lumotnoma ikkinchi qism esa geometriya va kombinatorika to'plamlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotnomalar ixtiyoriy to'plamlardan misol va masalalar yechayotgan o'quvchilarga va abituriyentlarga katta yordam beradi. Ma'lumotnomani muallif maktab darsliklari va 1994-2018-yilda tushgan testlarni tahlil qilib keyin tuzgan. Undagi barcha formulalar va nazariy ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirgan abituriyent matematikadan OTMga kirishda katta natija ko'rsata oladi. Ustozlarning maktablarda dars o'tishlarida metodik qo'llanma sifatida ma'lumotnomalardan foydalanishlarini muallif maslahat beradi. Ma'lumotnomalardagi mavzular ketma-ketligi muallifning quyidagi 5 ta to'plami mavzulari bilan to'liq muvofiq keladi. Ma'lumotnomalar PDFini ma'lum qismini yuklab olish, u sotiladigan do'konlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish va matematikadan testlarni to'liq yechilishi bilan ko'rishni xohlasangiz, Matematika Usmanov mobil ilovasini o'rnating. Ilovamizdagi testlar pulli bo'lib, narxlari juda arzon. Atigi 20 ming so'mga 40 tagacha variant yechishingiz va testlar yechilishini ko'rishingiz mumkin.